Er kishi 30dan oshgandan keyin jiq xo'shalik qilmaydi ekan. Şinjan mezun Xejiang kepti. Qanday desanglar, Xejiang naysida 1000 yo'l alayda lag'man poloxonasi ichilibdi. Haqsiz. Ekşi haqsiz. De, men ko'rlidan Xejiang naysiga mangdim. Kepman qoldi mana. Aynı köyde olmama, 1000 yol alayda lag'man poloxonasi deydi. Bütün Vanxonli kepti. Bir jon ko'rish bakalım. Bu şu Şinjan mezunidan anlab bakalım. Voy, Şinjandagi mezun yaxshimi? Yaxshisiz, yaxshimi? Şinjandagi Xejiang naysini kep qapsizgan. Nima uchun? Biz 1000 yo'l oshxonasi olib keldik. Shu munosabatdan 100 ming qimmatidagi lag'man poloni keldik. Shu munosabatdan 6-ayning 18-ni kirib pul akamaysizlar, qursaq bekizlar. Undan boshqa dangliq san'atkorlar, dangliq riyosatchilar, dangliq Vanxonlar bir maydon 1000 yo'l mashhur qilmish tuqqanlar. Undan boshqa omad unchilikdan 500 qoldi 10. 1000 yo'lning kuzurliq basat bo'lgan 1000 yo'l maylir ajdodning meyi, obida qo'shaqillashuv, asrani suyi butun narsasiz. U kuni butun Jungodan, Xejingdan, Korludan, Qarşadan, bütün bar yerda bütün Jungoda kelgan har millat qilaqingizga bütün narsasiz. Atgan soat 8dan soat 8gacha. Mana ko'rib turgandek o'tganda ko'rilda echib, shunda g'ulg'ulab ketgan bu qatam 6-ayning 18i Şinjan mezun bütün Vanxonlarni kelib meyda qaldir qilmoqchiga mishada bütün polo bilan lag'man haqsiz deydi. Bu yana o'rnib olsa Xejiang naysining Dongui o'ltiraq rayonining qiybosh o'rdildiki mana 1000 yo'l alayda lag'man qilsa mishada sizlarni saqlaymiz, shundaymi? To'g'ri. Rahmat mezun. Yana xo'shalik bir ko'tdi. 6-ayning 18i Xejiang naysidagi 1000 yo'lda ko'rishaylik.